Salom hammaga. Bugun men obunachilarimdan kelgan ba'zi bir savollarga javob beraman. Xo'p, demak boshlaymiz. Birinchi savol bu nega ismingiz aynan Minsk 15? Buni ko'pchilik mendan so'ragan va meni oldingi niklarim har xil bo'lgan va bu niklar kimdir bilan bir xil bo'lgan yokida kimdir bu niklarni kopiya qilgandan keyin men o'zimni ismim bilan tug'ilgan yilimni qo'yib qo'yganman. Ikkinchi savol. Nega YouTube'dan ketmoqchisiz? Bu savol ko'p berildi, sababi juda ham ko'p atpis qilishdi. O'sha atpislar 430 tadan oshib ketibdi. Uchinchi savolga o'tadigan bo'lsak, qachon YouTube'ga kelgansiz? Men YouTube'ga 2026-yil 3-fevralda kelganman va meni birinchi videoyim mana shu video bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. To'rtinchi savolga o'tamiz. Oilada qancha farzandsizlar? Mani oilada bitta singlim bor, keyin men katta farzandman. Beshinchi savol. YouTube'dagi eng yaqin odamingiz kim? Sizdan kattalar. Mendan katta bo'ladigan bo'lsa, men YouTube'da hamma eng yaqinim. Har doim yonimda bo'ladigan, eng ko'p aktiv bo'ladigani Rinay Birzombar. Keyin men hammani yaxshi ko'raman. Bu ajratish emas, просто o'sha aktiv edi. 6-savol. O'zingizga fan akkaunt ili hater akkaunt ochganmisiz? Yo'q. Men o'zim fan akkaunt yoki hater akkaunt ochmaganman va buni yomon ko'raman. Ya'ni o'zi akkaunt ochishni. 7-savolga o'tadigan bo'lsak, 7-savol bu fanboylar bilan collab qilganmisiz? Fanboy bilan bir marta qilganman, bu Yusuf edi. Va u bilan Jisoo Chayno collabini qilganmiz. 3 kunlikmi, 4 kunlik collab bo'ldi. 8 va oxirgi savol. Qachon Monni bilan efir qilasiz? Bilmayman, lekin qilishim ham, qilmasligim ham mumkin. Shu bilan savollar tugadi va bu videoni ko'rgan barcha unikislarimga katta rahmat va hammaga bye.